Ozib-yozib o'zimga bir martagina vaqt ajrataman deganimda chuchvarani xom sanab bekorlanib 5 tasini yeyapman. Biroq hamma joylarga qarab, bolalarni ham qotirib uxlatib, hamma joyini tinchitib, endi mazza qilib serial ko'rib o'tiraman degandim. Aha, shu issiqda rosa mazza qilib serial ko'raman. Nafasingni issiq qilganlari shu bo'lsa kerak. Даже uflasam ham ichimdan issiq havo chiqyapti. Короче, bu yerda bo'lmadi. Spalnida konditsioner bor. O'sha yoqqa kirib ko'raman degandim. Ne ko'z bilan qarayki, konditsioner 16 da turibdi. Mazza, lekin bu yerda shef futbol ko'rayotgan ekanlar. Qaytib vatanimga o'tirdim deb bitta uf tortuvdim, miyam ishlab ketib qoldi. Qolgan ishga qor yog'adi deganlarda remontdan keyin mana shu joyi teshib qo'yishgan, lekin kondyor qo'yilmagan. Hozir boplima dedim-da, shatta Alif shopga kirdim. Bu yerdan konditsioner bo'limiga o'tdim-da, o'zim xohlaganimni tanlashni boshladim. Ham narxi, ham sifatidan yoqqani shu bo'ldi. Aynan shuni tanladim. Endi bo'lsa 3 oydan 24 oygacha 2 barobar arzon narxda bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Alif shopda 12-dan 16-iyungacha davom etayotgan juma aksiyasidan foydalanib olishingizni tavsiya qilaman. Shoshib qolmaslik uchun oldindan limit olganingiz yaxshi. Hech qanday boshlang'ich to'lovlarsiz xarid qilsangiz bo'ladi. Limit oling va o'z limitingizdan foydalaning. Alif bilan hammasi oson.